Shu o'talar. Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Shirin Toyim bilan bugun sizlarga atomini vitamin C haqida Vitamin C ichishni ko'rsatamiz. Biz har kuni kechqurun uxlashdan oldin ichyapmiz. Mana hozir. Buni yoshiga yarimta parashokni solamiz. Mana solay. Yo'q, solmang. Yarimta parashokni solib, suv quyamiz. Bunchalik ko'p suv qo'yish shart emas. Chunki dozasi kichkina bo'lgani uchun ko'p icha olmaydi. Mana aralashtirib olamizda. Bu vitamin C immunitetni mustahkamlaydi. Mana doim ichib olyaptilar.